Hoji Mazlum degan kishi o'tgan. U hidoyatni mushukdan o'rgandim deydi va bo'lgan voqeani shunday aytadi. Bir kuni Istanbuldagi Ayyub Sulton mavzesida ketayotgandim. Bir mushuk baliqni og'zida tishlab ketayotganini ko'rdim. Kuzatsam, keyin u bir uyga kirib ketdi. O'sha zahoti og'zi bo'sh qaytib chiqdi. Orqasidan uyga kirdim. Uy ichida ko'zi ko'r bir kampir duo qilar edi. Ey Robbim, mening yetim nevaramning bugungi rizqini mushuk orqali jo'natganing uchun senga hamd bo'lsin. Uydan chiqdim. Ustozim Usmon Kamoliy yana oldiga borib, bu voqeani aytib berdim. Ustozim, nima qilib o'tiribsan? Mushukchalik farosating ishlamadimi? Bor, u kampir o'lguncha uning ehtiyojlariga ko'maklash dedilar. Odamiylikni menga mushuk o'rgatgan deydi. Bani Isroildagi bir ayol bir mushukni qiynab ovqat bermagani va u mushuk och qolib halok bo'lgani uchun Alloh u ayolni do'zaxga kiritdi. Ibn Asokir rahimahulloh o'zining tarix kitobi